Mani ismim Kelin. Hurmatli qaynona oyijonim, sizga juda ham yaxshi kelin bo'lishga harakat qilaman. Xizmatingizni bekam va ko'st qilaman. Hamma narsa aytilganday bo'ladi. Ovsinjon, sizni farzandingizga qarab turish kerakmi? Bo'ldi, yes qilamiz. O'zimni xohishlarim yo'q, keyin ham dam olaveraman. Sizlar rozi bo'lsangiz bo'ldi. Xo'jayin, sizni kiyimlaringiz dazmollayman, yuvaman, bolalaringizga qarayman, osh-ovqatingizni tayyorlab beraman. Sizlar mendan rozi bo'lsanglar bo'ldi. Hammasi joyida. Yo'q, men o'zimning xohishlarim bo'yicha keyin yashayman. Faqat sizlarniki bo'lsa bo'ldi. Ajrashib ketmasam bo'ldi. Yaxshi kelin bo'lishga harakat qilaman. Nima deysiz? Men kimni dazmollamagan? Bolalarni ayblabmisan? Qanaqa xotinsan? Kelinsan deb mana inson qilasan, hamma narsani qilishing kerak. Mana bu hammasi vazifa. Mana ishon bilan aralashishing kerak. Hammasi o'zgarishing kerak. Kelinsan sen. Qilishga majbursan sen. Mani ismim Kelin. Qaynona oyijonimga, turmush o'rtog'imga, o'sinlarim, uydagilarga qo'ldan kelgancha harakat qilaman xizmat qilishga. Lekin o'zimning xohishlarim, sog'ligim, qadr-qimmatim birinchi o'rinda. Farzandlarimga qarayman, turmush o'rtog'im bilan aylanishlarga boraman, massaj, o'zimga qarash, raqs, boshqa o'zim uchun kerakli bo'lgan mashg'ulotlar bilan shug'ullanaman. Lekin sizlarning ham xizmatingiz qolib ketmaydi. Faqat o'zim birinchi o'rindaman. Nima deysizlar? Yaxshiyam borsan sevgilim. Yaxshiyam senga uylanaman. Yaxshiyam borsiz, yaxshiyam boringizga shukur. Hammasiga rahmat. Yaxshiyam borsiz, ham chiroylisiz, o'zingizni qadringizni bilasiz.